Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi video darsimiz demak VET teoremasining ikkinchi testining tahlili bo'lib o'tadi. Bunda ham men dars paytida ishlab berganlarimdan qolgan misollarning yechimlarini sizlarga taqdim etaman. Demak, boshladik. Birinchi savolning yechimini yechish tahlilini ko'rgan ekanmiz. Demak, ikkinchi savoldan boshlaymiz. Agar kvadrat tenglamamizning ildizlar kvadratlari yig'indisi 6,36 dan 13 ga teng bo'lsa, s ning qiymatini toping deyapti. Demak, ildizlari kvadratlari yig'indisi. Demak, bu degani x1 ning kvadratiga x2 ning kvadratini qo'shsak 6,36 dan 13 ga teng ekan. Mana. Endi buni a kvadrat plus b kvadrat formasiga qo'ysak, bu bo'ladi x1 plus x2 ning cos kvadrati minus 2x1 x2 ga teng bo'ladi. Teng. Buni demak noto'g'ri kasrga o'tirib olamiz. Bu 36 demak 229 ga teng bo'ladi ekan. Endi VET teoremasiga ko'ra, ya'ni kvadrat tenglamamizda x1 ga x2 ni qo'shsak, bu 17 taqsim 6 ga teng. x1 va x2 larning ko'paytmasi s taqsim 6 ga teng. Mana shularni o'rniga qo'yamiz. Demak, bu yerga 17 taqsim 6 ni qo'shsam, uning kvadrati bo'ladi 289 taqsim 36 ga minus mana bu joyga s taqsim 6 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 va 6 qisqarib s taqsim 3 qoladi. Teng ekan, demak 229 taqsim 36 ga. Bu yerdan s taqsim 3 ni topamiz. Bu bizda mana bularni ayirmasiga teng bo'ladi. Bularni ayirib yuradigan bo'lsak, mahrajlar 36, demak 36 bo'ladi. Suratlar ayirmasi bizga 60 ni beradi. Ya'ni 289 dan 229 ni ayirdik. Bu yerda 3 va 36 qisqarib ketsa, bu yerda 12 qoladi. Demak, s ning qiymati 5 ga teng bo'ladi ekan. Demak, s'imizning qiymati 5. Davom etamiz. 3-misolning yechimiga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, tenglama ildizlar kvadratlari yig'indisi 8 ga teng deyapti. Demak, bu yerdan x1 ning kvadratiga x2 ning kvadratini qo'shsak 8 ga teng. Xo'sh, buni ham a kvadrat plus b kvadrat formasiga qo'ysak, x1 plus x2 ning cos kvadrati minus 2x1 x2 ga teng bo'ladi. Demak, bu 8 ga teng. VET teoremasiga ko'ra, mana bu joydan VET ga qo'yadigan bo'lsak, x1 va x2 lar yig'indisi bizga a ga teng. Demak, buni o'rniga a qo'ysam, a ning kvadrati minus ildizlar ko'paytmasi 4 ga teng. Demak, bu yerda 8 paydo bo'ladi. Teng ekan, demak 8 ga. Bu yerdan a kvadrat teng bo'ladi 16 ga va a teng bo'ladi ekan plus minus 4 ga. Demak, javobimiz a bo'ladi ekan. 4-testning tahlilini qilgan ekanmiz. Endi 5-testga e'tiborimizni qaratamiz. Tenglama ildizlari ikkinchi kvadrat tenglama ildizlarining ikkilanganligiga teng. Demak, ikkilanganligi. Bu degani, mana bu kvadrat tenglama ildizlarini 2 ga ko'paytirsak, yuqoridagi kvadrat tenglama ildizlari kelib chiqadi. Demak, buni ildizlarini topadigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri topaman. Buni ildizlari 5 va minus 2 ga teng bo'ladi. Demak, buning ikkilanganligi 10 va minus 4 ga teng bo'ladi. Demak, men dastlab x ning o'rniga 10 ni qo'yaman. Yoki to'g'ridan to'g'ri VET teoremasiga qo'yadigan bo'lsam, ya'ni VET ga. Yuqoridagi kvadrat tenglamamizdan VET teoremasiga ko'ra x1 va x2 lar yig'indisi bu minus p ga teng bo'ladi. Demak, mana shu ikkalasini qo'shaman. Ya'ni qo'shgan deganim 10 ga minus 4 ni qo'shaman. Bu minus p ga teng. Bu yerdan p ning qiymati minus 6 ekanligini topishimiz mumkin. Endi ildizlar ko'paytmasi q ga teng. Demak, q deganimiz x1 va x2 ko'paytmasiga teng. Bu yerdan kelib chiqadi. Demak, 10 ni minus 4 ga ko'paytsak minus 40 ga teng bo'ladi. Demak, xulosa p va q larni qo'shadigan bo'lsak minus 46 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz a. Davom etamiz. Endi 6-misolga e'tiborimizni qaratamiz. Tenglama ildizlarining teskarisiga, ya'ni bu tenglama ildizlari x1 va x2 bo'ladigan bo'lsa, bu tenglama ildizlari 1 taqsim x1 va 1 taqsim x2. Bu tenglama uchun, ya'ni birinchi tenglama uchun VET teoremasini yozadigan bo'lsam, 1 taqsim x1 ga qo'shaman 1 taqsim x2 ni, bu minus p ga teng. Davom ettiraman. Buni mahraj beradigan bo'lsam, ya'ni kasrlarni qo'shadigan bo'lsam, x1 plus x2 taqsim
x1 x2 bu minus p ga teng. Vet termasiga ko'ra, ya'ni mana bu ildizlarni x1 ga x2 ni qo'shadigan bo'lsak 1 ga teng. Demak, p ni qiymati nimaga teng bo'ladi? P ni qiymati minusni u tarafga o'tirsak 1 bo'ladi. Ildizlar ko'paytmasi minus 3 ga teng. Demak, minus 3. Bu yerdan kelib chiqadi 1 taqsim 3 ekan. Demak, p ni qiymati 1 taqsim 3. Endi q ni yozib olamiz. Q deganimiz 1 taqsim x1 ga ko'paytiramiz 1 taqsim x2 ni. Bu q ga teng. Bu ham 1 taqsim x1 x2 ko'paytmani beradi. Bu demak q ga teng. Ildizlar ko'paytmasi bizdan minus 3 ga teng. Vet termasiga ko'ra, demak q ning qiymati minus 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Mana p va q larni topdik. Demak, p ni q ga bo'ladigan bo'lsak 1 taqsim 3 ni bo'lamiz minus 1 taqsim 3 ga. Demak, bu bizda minus 1 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz B. Davom etamiz. Keyingi 7-savolimiz. Tenglama ildizlari 2 ga katta bo'lgan tenglama tuzingyapti. Demak, ildizlaridan 2 ga katta. Demak, bu qanday bo'ladi? Qarang. Men mana bu tenglamaning ildizlarini x1 va x2 deb oladigan bo'lsam, keyingi tenglamamiz ildizlar nima bo'ladi? x1 plus 2, keyingisi esa x1 x2 plus 2 bo'ladi. Bu kvadrat tenglamamiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni x dan olish kerak x1 plus 2 ni, ya'ni ko'paytuvchiga ajratib yozyapman. Keyingisi x dan olish kerak x2 plus 2 ni. Mana teng bo'ldi. Mana shunday kvadrat tenglamani tuzishimiz kerak. Xo'sh, bularni ochib yuboradigan bo'lsam nima bo'ladi? Ya'ni minuslardan ochib yuboraman. Bu bo'ladi x minus x1 minus 2. Keyingisi x minus x2 minus 2. Teng 0 ga. Ko'paytiraman. Ko'paytirsam x kvadrat minus x2 minus 2x bo'ladi. Keyingisi esa, ya'ni x1 ga ko'paytirsam minus x ya'ni x1 ni ko'paytiryapman. Minus x1. Keyingisi minus x1 x2. Xo'sh, davomini bu tarafdan yozamiz. Sababi sig'may qoladi ekan. Minus plus bo'lib ketadi. Plus 2x1 ga teng bo'ladi. Keyin minus 2 ni ko'paytirib chiqsam minus 2x plus demak 2x2 plus 4 ga teng bo'ladi. Teng 0. Demak, kvadrat tenglamamiz x kvadrat. Endi mana bu va mana bundan men qavsdan tashqariga chiqaraman x ni. Shunda bizda x1 plus x2 paydo bo'ladi. Keyin esa mana bu va mana bular yig'indisi bizga minus 4x ni beradi. Keyin esa bizda qolyapti nimalar? Mana bu, ya'ni x1 va x2 ni o'zini yozaman. Minus x1 x2 deb. Keyinchalik bizda qoladi mana bu ikkalasi. Mana bu va mana bu. Bundan ham plus 2 ni chiqarsam x1 plus x2 qoladi. Plus 4 ham mavjud, teng 0 ga. Demak, x kvadrat minus mana bu ildizlar yig'indisi nechiga teng? Mana bu kvadrat tenglamamizda 1001 ga teng. Demak, bu 1001x ni beradi. Minus 4x bor. Ildizlar ko'paytmasi-chi? Ildizlar ko'paytmasi bizda demak nechiga teng bo'lyapti? Qarang, mana shu plus bo'ladi. Sababi minus x1 ni minus x2 ga yozsak plus bo'lib ketadi. Mana shu yerdan xato yozibman. Bu yer plus. Demak, x1 va x2 lar ko'paytmasi bizda vet termasiga ko'ra 1001 ga teng, yana plus 2 ko'paytirib ildizlar yig'indisi mana buni o'rniga yana 1001 ni qo'yamiz. Plus 4 teng 0 ga. Demak, x kvadrat bu ikkalasini yig'indisi bizda minus 1005x ni beradi. Mana bu qarang. 1001 ga 2 ta 1001 ni qo'shsak bu 3 ta 1001 bo'ladi. Ya'ni u 3003 ga teng. Unga ham 4 ni qo'shib yuborsam plus 3007 ga teng bo'ladi. Mana kvadrat tenglamani hosil qildik. Demak, bu bizda C javob bo'ladi ekan. Davom etamiz. Keyingi 8-misol. Bunda yo'nalish berib ketgan ekanman. Ishlab bergan ekanman buni dars paytimizda. 9-misolga e'tiborimizni qaratamiz. x1 va minus 2 tenglama ildizlari. Demak, mana bu kvadrat tenglamamiz ildizlari x1 va minus 2. Demak, x1 keyingisi minus 2 ildizlari.
ga 2 ga teng. Demak, x1 ildizni 2 ga orttirdik. Shunda bu x1 plus 2 bo'ladi. Keyingi ildizni ikkinchi ildizni 3 ga kamaytirib, 3 ga kamaytirsak bu minus 5 ga teng bo'ladi. Mana x1 ga 2 ni qo'shdik va minus 5. Ikkinchi ildizni minus 3 ga kamaytirib. Ildizlari hosil bo'lgan sonlarga teng bo'lgan kvadrat tenglama tuzildi. Demak, bundan kvadrat tenglama tuzilgan. Agar uning ozod hadi n plus 8 ga teng bo'lsa, n plus n ning qiymatini toping deyapti. Demak, ozod hadi. Demak, bizda yangi kvadrat tenglama hosil bo'lgan, uning ozod hadi n plus 8 ga teng. Mana. Xo'sh, bu yerdan kelib chiqadi nimalar? Mana bu ikkala ildizlarni, ya'ni bu x1 shtrix deb olaman, buni x2 shtrix deb olaman. x1 shtrixga, ya'ni yangi kvadrat tenglamamizning x2 shtrixni ko'paytmasi bizda nimaga teng bo'ladi? Ozod hadga teng bo'ladi. Ya'ni bu n plus 8 ga teng bo'ladi. x2 shtriximiz nechiga teng bizda? Minus 5 ga teng. Demak, x1 shtrix ko'paytiruv minus 5 teng bo'ladi n plus 8 ga. Endi x1 shtrix nimaga teng? Mana bunga teng, ya'ni x1 plus 2 ga teng. Demak, x1 plus 2 ni minus 5 ga ko'paytmasi bu n plus 8 ga teng. Endi n va x1 larni hisoblab olamiz. Mana bu tenglamamizdan v termasini yozadigan bo'lsam, x1 ga, mana bu x1 ga, mana bu minus 2 ni qo'shsam bu m ga teng bo'lishi kerak. x1 ni minus 2 ga ko'paytmasi bu n ga teng bo'lishi kerak. N ga. Bu yerdan n ni qiymati minus 2x1 ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana bu joydagi n o'rniga mana bu joydagi n o'rniga mana bu joyga qo'yamiz. Demak, minus 2x1 ni. Shunda minus 5 ga ko'paytsam minus 5x1 minus 10 teng bo'ladi minus 2x1 plus 8 ga. Demak, xulosa bu joydan x1 ni topamiz. Ya'ni buni bu tarafga, buni bu tarafga o'tirsam nima hosil bo'ladi? 3x1 teng bo'ladi minus 18 ga va x1 ning qiymati kelib chiqadi minus 6 ga. x1 imiz minus 6 ekan. Demak, n nimaga teng bo'ladi? N deganimiz minus 2x1 ga teng edi. Demak, bu minus 10 minus emas 12 ga teng bo'ladi ekan. Demak, n ning qiymati 12. Endi m-chi. M ni qayerdan topamiz? M ni mana bu joydan topamiz. Mana bu joyda x1 dan 2 ni, ya'ni ayirsak m ga teng. Bu yerdan m ni qiymati kelib chiqadi. x1 deganimiz bizda minus 6 ga teng edi. Undan ham 2 ni ayiramiz. Bu minus 8 ga teng bo'ladi ekan. Demak, m ni qiymati minus 8, n ning qiymati 12 ga teng. Xo'sh, bizda m plus n nechiga teng bo'ladi shunda? Demak, m deganimiz minus 8 ga teng bo'ldi, n deganimiz 12 ga teng bo'ldi. Demak, m plus n ning qiymati bizda bo'ladi ekan 4. Demak, m plus n'imiz 4 ga teng bo'ladi ekan. Xo'sh. Qayerdadir xatolikka yo'l qo'ydik. M plus n nechiga teng deyapti. Mana bu joyda xatolikka yo'l qo'ygan ekanmiz. Ustozlar, mana bu joyda minus m bo'ladi edi. Mana bu joyda plus ekan. Demak, m ning qiymatini qayerdan topamiz? Demak, m ning qiymati teng bo'lishi kerak. Mana bu xato bo'lib ketdi. Sababi nima? Minus m. Ya'ni minus m ni topadigan bo'lsak, bu minus 8 ga teng bo'ldi. Demak, m ning qiymati 8 ga teng bo'ladi mana. Demak, m plus n nechiga teng bo'ladi? M plus n. Mana buni o'chiraman. Mana bu 8 ga teng ekan. Demak, m plus n ning qiymati bizda 20 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz 20. 20 degan javob bizda mavjud. Demak, davom etamiz. 10-savolga e'tiborimizni qaratamiz. 10-savol. x1 teng minus 3 va x2 lar shu kvadrat tenglamaning ildizlari bo'lsa va m dan n ni aytsak 1 bo'lsa, m kvadrat plus n kvadratni toping deyapti. Xo'p, topamiz. Mana bu minus 3 ni men kvadrat tenglamaga qo'yib yuboraman. Demak, 9 minus 3m plus n teng bo'ladi 0 ga. Bu yerdan kelib chiqadi 3m minus n ning qiymati 9 ga teng. Demak, m dan ayiramiz n ni, bu 1 ga teng. Sistema qilaman va bularni ayirib yuboraman. Ayirsam 2 ta m teng bo'ladi 8 ga, m teng bo'ladi demak 4 ga.
m 4 bo'ladigan bo'lsa n ning qiymati 3 ga teng bo'ladi. Ularning kvadratlari yig'indisi, ya'ni m ning kvadrati plus n ning kvadrati bu bizda 25 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 25. Davom etamiz. Keyingi 11-savolimiz. M va n'lar tenglama ildizlar bo'lsa, demak, mana shu ifodaning qiymatini topishimiz kerak. Xo'sh, topamiz. Dastlab ildizlar yig'indisi, ildizlar bo'lyapti. Demak, bu degani x1imiz m ga teng, x2imiz esa n ga teng. Vet termasiga ko'ra m ga qo'shamiz n ni, bu 3 ga teng. M va n'lar ko'paytmasi ham 3 ga, -3 ga teng. Mana. Demak, mana shu ifodalardan foydalangan holatda tenglamamizni yechamiz. Qarang. Ya'ni tenglamamiz mana shu ifodaning qiymatini, bu 6 taqsim bundan m ni chiqarib yuborsak 3 minus m qoladi. Plus 9 taqsim bundan n ni chiqarib yuborsak n minus 3 qoladi. Mana. Mana shu ifodani topdik. Endi qarang. Mana bu joydan shuni bu tarafga, m ni u tarafga o'tirsam, ya'ni n minus 3 hosil bo'ladi, minus m ga teng ekan. Mana. Demak, biz mana buni o'rniga minus m ni qo'yishimiz mumkin. Demak, keyingisi mana buni o'rniga nima qo'yamiz? M ni bu tarafga o'tirsam n teng bo'ladi 3 minus m ga. Demak, mana buni o'rniga, ya'ni buni o'rniga qo'yamiz biz minus m ni, buni o'rniga qo'yamiz 3 minus m ni. 3 sur. Buni o'rniga biz n ni qo'yamiz. Qo'yib yuborsam, demak 6 taqsim m n hosil bo'ladi. Demak, bu joy minusga aylanib ketdi, sababi mana bu joy minus. Bu 9 taqsim m n bo'ladi. Bu bizga minus 3 taqsim m n ni beradi. Bizda m n'imiz minus 3 ga teng, ya'ni bu minus 3 taqsim minus 3 bo'lib, javobimiz 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, javobimiz C. 12-savolning yechimini ko'rgan ekanmiz. Endi 13-savolga e'tiborimizni qaratamiz. x1 va x2 lar tenglama ildizlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'ladigan bo'lsa, m ning qiymatini toping deyapti. Xo'sh, topamiz. Mana bu tenglikka e'tibor beramiz va buni mahraj berib yuboray. Ya'ni bunga beramiz x2 plus 1 dan, bunga beramiz x1 plus 1 dan. Demak, shunda suratida nima keladi? x2 plus 1 plus x1 plus 1 keladi. Mahrajda ularni ko'paytmasi. x1 plus 1 x2 plus 1 bu 2 ga teng. Demak, x1 va x2 lar yig'indisi yuqoridagi kvadrat tenglamamizdan bizga 2 ni beradi. Demak, bularning o'rniga 2 ni qo'ysam va unga mana bu birlarni ham qo'shib yuborsam, bu yerda 4 hosil bo'ladi. Mahrajni ko'paytiramiz. Demak, x1 x2 plus x1 plus x2 plus 1 hosil bo'ladi. Teng 2 ga. Mana bularni ham qisqartirib yuborsam, bu yerda 2 qoladi. Demak, bu ifodani bu tarafga ko'paytirib yuboraman. Nima bo'ladi? 2 teng x1 x2 plus x1 plus x2 plus 1 ga. Birni ham bu tarafga o'tiray, shunda 1 teng bo'ladi. Ildizlar ko'paytmasi bizda mana bunga teng mana. M plus 1 ga. Demak, m plus 1 plus mana buni o'rniga qo'yapman. Ildizlar yig'indisi-chi 2 ga teng edi. Plus 2. Demak, bu yerdan birlar qisqarib ketsa, m ning qiymati minus 2 ekanligi kelib chiqadi. Demak, javobimiz minus 2. Davom etamiz. 14-savolga e'tiborimizni qaratamiz. 15-savol yechilgan ekan. 14-savol. x1 va x2 lar mana shu tenglamani ildizlari bo'lsa, 4 taqsim x1 plus x2 va 3 taqsim x1 x2 lar keyingi mana bu tenglamaning ildizlari ekan. Biz m plus n topishimiz kerak. Xo'sh, mana bu nimaga teng o'zi? 4 taqsim x1 plus x2. Mana bundan x1 plus x2 ni topadigan bo'lsak, bu yerga yozaman. x1 plus x2 deganimiz minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. x1 x2 deganimiz minus 1 ga teng bo'ladi. Vet termasiga ko'ra. Demak, buni o'rniga minus 1 taqsim 2 ni qo'ysam, 4 taqsim minus 1 taqsim 2 bu bizda minus 8 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi 3 taqsim x1 x2 deganimiz bu 3 taqsim minus 1, ya'ni minus 3 ga teng bo'lar ekan. Mana ildizlarimiz minus 8 va minus 3 ekan. Demak, men dastlab mana bu kvadrat tenglamaga minus 8 ni qo'yib chiqaman. Minus 8 ni qo'ysam bu, ya'ni 2x kvadrat deganimiz bizda
128 ga teng bo'ladi. Minus 8m plus n teng bo'ladi 0 ga. Endi minus 3 ni qo'yaman. Minus 3 ni qo'ysam, demak 18 bo'ladi. Minus 3m plus n teng bo'ladi 0 ga. Sistema bularni ayirib yuboraman. Ayirib yuborsam 110 qoladi. Bularni ayirmasi minus 5m ga teng bo'ladi. N'lar yo'q bo'lib ketadi va teng 0 bo'ladi. Bu yerdan m ni qiymati 22 kali kelib chiqadi. Demak, m'imiz 22 ga teng. Mana bu joyga m ni o'rniga 22 ni qo'ysam, 18 minus bu 66 bo'ladi plus n. Bu yerdan n ning qiymati bizda kelib chiqadi 48 ekanligi. Ya'ni 66 dan 18 ni ayirsak minus 48, uni u tarafga o'tirsak n teng 48 bo'ladi. Mana n, mana m. Demak, m plus n bizda 22 plus 48, ya'ni bu 70 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz D. Shuning bilan vet termasining ikkinchi testini tahlil o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda Xudo xohlasa 3-chi testning tahlilini ko'rib o'tamiz. Barchaga rahmat.